xutbani tugatganimdan keyin bir kishi meni oldimga kelib yig'lab qoldi. Sababini so'rasam, ayoli unga xiyonat qilayotgan ekan. Kim bilan xiyonat qilyapti ayolingiz sizga desam, qo'shni bilan deydi. Qana qilib tanishib qoldi qo'shningiz bilan desam, qo'shnim biz uyimizga kirib chiqib turar edi. Birga o'tirganimizda qo'shnim bilan ayolimga aytar edim. "Ke, o'tiraver bu yonimizda. Bu bir ukang qatori" deb qo'ygan edim. Ana, mushkula qayerdan boshlandi? Alloh azza va jalla ixtilotdan qaytargan. Nomahram erkak ayollarda aralashib yurishligi mumkin emas. Qo'shni erkak kirdi, ayol bilan birga o'tirdi, ko'ziga tushdi. Xullas, Allohning hukmiga xilof ish qilinganida buni natijasi o'ta bir achchiq bo'ldi. Mana endi 5 ta farzandlar otasi bo'lgan bu kishi nima qilishini bilmasdan turibdi. Hayotni qarasak ham shunaqa. Biror bir mushkulaga kirdikmi, sababini qidiringda. Yo kitobda yo sunnatda aytilgan bir ishga